beramiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Epoishti bugungi videomizda sizlar bilan Paris Saint-Germain selection paket chiqdi. Shuni ochib qo'yamiz. Pakda reytingi baland bo'luvchilarda Richard Kvaratskhelia bor. Bu 101 yoki balkim 102 deb qo'yar. Mening taxminim 101 yoki 100 booster bor. Menimcha 101 bo'lsa kerak. Hop, keyingi o'yinchi bu bizda Desire Doué 20 yosh Yamal bilan bemalol raqobatlasha oladi deyilayotgan Desire Doué 19 yoshda Yevropa Chempionlar Ligasining yutgan futbolchi. Hop, startlariga keladigan bo'lsak 181 boy, 20 yoshda, creative playmaker, o'ng qanot hamda atakush AMFda o'ynaydi. Agar position trading bersa bu KFda, SSda, chap qanot wingerda hamda RMFda o'ynaydi. Stillariga kelganda Marcel Jones, Sombrero, Quick Jones, Stop Move, Soul Control, Chip Control, Acrobatic Finishing hamda Heel Trick skillari bor. Dribbling bilan back position yaxshi, paslar o'ynashda zo'r emas, finishing bo'ladi. Finishing unchalik yaxshi emas, tezlik acquisitionlari zo'r. Hop, bu shu partnerchamiz plus birikta free'lar bor, shuni ham ochib qo'yamiz. Hop, olamiz 15 ta va boshlaymiz pakovini bir chekkadan. Bu videodagi ikkinchi pakovning, albatta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yib, komment yozinglar. Hop, boshlaymiz bir chekkadan. Paris Saint-Germain klub selectiondan boshlaymiz. Pakda yaxshi o'yinchilar bor, o'shaning uchun ketdik. Qani, birinchi 100 coins, bitta atmen, ikkita atmen, uchta atmen, to'rtinchisi olamiz. Go. Birinchi Ashraf Hakimi yaxshi. Ikkinchi urinishimiz yaxshi o'yinchilar tushsa gameplay qilamiz. Hop, ikkinchi urinishimiz va bu kim bu? Mayulumi? Ha, Mayulu. Iltimos Konami. 5 tatmin 1 2 3 qani go. Konami please. Konami duemi? Ha, bo'lib Desire Doué tushdi. Yaxshi gameplay qilamiz demak. Desire Doué tushdi va oxirgi 100 coinsligimiz va bu Zoyre Merim. Demak, gameplay qiladigan video bo'ldi. Zoyre Meri plus bir necha ajoyib futbolchilar tushdi. Hop, endi biz pot qo'shamiz. Potda albatta tushib bersa zo'r bo'ladi. Va bu Tapsoba. Edmund Tapsoba Bayerndan. Endi yana bizda free packlar bor. Mana bir pack. Kunda kerak ko'proq pakdan. Va bu 18 sinofa Fransiyadan Zoyre Meri boya u pakdan tushdi, hozir bu pakdan tushadi. Xo'sh, yana paklar Barcelona pakki bor ekan, ikkita Raul bilan pak bor ekan. Havay ikkita olamiz. Va bu Fermin Lopez. Demak, gameplay bo'ladigan video va Gavi. Zo'r. Hop, endi Raulni shunchaki skip qo'yamiz buni. Va bu yaxshi o'yin tushmaydi. Raul!
Voy, free karavul tushdi bolalar. Voy, ajoyib. Bu zo'r.